ushbu efir qilishni roppa-rosa bir sutka kutdim. Ahvolimdan e'tiroz bildirmaysizlar. Hozir kunda Namangan viloyati Poq tuman tibbiyot birlashmasidaman. Kecha meni oilam bilan og'ir yo'l transport hodisasi yuz bergan. Bir sutka kutdim shu narsani. Aytganim yo'q, shingim, otam, onam, qizim va bir ammam bo'lganlar. Avtotransport vositasi avtoterroristlar tomonidan qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, adam boshqaruvida bo'lgan transport vositasiga qarama-qarshi yo'nalishdan kelib urilishgan, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va bu yo'l transport hodisasi og'ir turdagi yo'l transport hodisasi sirasiga kiradi. Va buni xabarda eshitganimdan keyin kecha ishda bo'lishimga qaramasdan men keldim, uchib keldim shu yerga. Ba'zi bir yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga shu holatda minnatdorchiligimni bildiraman men. Sababi shu tezroq yetib kelishimga sababchi bo'lishdi o'shalar. Hozir Poq tuman tibbiyot birlashmasidaman. Odamning ahvollari stabil holatda, lekin menga qiziq bo'lgan tomoni yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlaridan. Ularning vazifasi nima? Men oldin ham so'raganman bu narsani. Faqatgina jarimaga tortishmi yoki odamlar uchun xizmat qilishmi? Qani haydovchi birontasi kelib xabar ham olmayapti. Yo'q, bittasi qochib ketgan. Nima uchun hali xabari berilmayapti? Nima uchun xabari berib bir hatto mana shu narsani topdik biz deyilmayapti. O'zingizlar kerak bo'lsa topasizlar. Namangan viloyat yo'l harakati xavfsizligi xizmati. Nimaga rasmiy axborot berilmayapti? 4 kishi jarohatlangan bu yerda. Mana sizlarga savol. Bir kishi qoidabuzarlik qilsa olib chiqasizlar, mana bunday qilib mashinani ko'rsatib. Nimaga rasmiy bayonot berilmayapti bu holat bo'yicha? Sadoqatda bo'lgan kecha yo'l transport hodisasi. Bir sutka kutdim men. Hech narsa yo'q. Press-sekretar, matbuot xizmati, yo'l harakati xavfsizligi xizmati, Nazira. Nimaga axborot bermayapsizlar bu bo'yicha? Jinoyatchi ochilganligi bo'yicha birorta tergovchi yoki surishtiruvchi kelgani yo'q politsiyaga. Kuni bilan kutdim men. Qonun kimligi ishlayapti hozir? Kim bu? Qaysi valovatni bolasi u? Oldan kelib urgan. Qarama-qarshi yo'nalishga chiqqan. Hozir registratsiya u bo'yicha ham alohida axborot beramiz. Respublika yo'l harakati xavfsizligi xizmati matbuot kotibi Zoiraga Yo'ldoshev bu holat bo'yicha sizdan rasmiy izoh so'rayman men sizdan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ba'zi bir xodimlaringlar yordam berdi, soprovождение qildi, tezroq yetib kelishimga sababchi bo'ldi shu больницаga meni. Lekin haligacha bir rasmiy izoh yo boshqa narsa berilgani yo'q. Bironta surishtiruvchi kelgani yo'q bu yerga. Bir narsadan xursand bo'ldim. Mana shu больница xodimlaridan. Yaxshi kutib oldi, boshqa qilyapti. Endi mayli, ba'zi bir kamchiliklar bor больницада. U ko'z yumarli darajada. Shu narsalarni inobatga olasizlar degan umiddamiz. Hozir qo'limga to'liq dalil faktli yetib kelgandan keyin men to'liq taqdim qilaman bu narsalarni. Uxlaganim yo'q kechadan beri men. Rasmiy bayonot berishlarni talab qilaman shaxsan men, fuqaro sifatida. Zoir aka. Ushbu efir qilishni roppa-rosa bir sutka kutdim. Ahvolimdan e'tiroz bildirmaysizlar. Hozir kunda Namangan viloyati Poq tuman tibbiyot birlashmasidaman. Kecha meni oilam bilan og'ir yo'l transport hodisasi yuz bergan. Bir sutka kutdim shu narsani. Aytganim yo'q, shingim, otam, onam,
qizim va bir ammam bo'lganda avtotransport vositasi avtoterroristlar tomonidan qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, adam boshqaruvida bo'lgan transport vositasiga qarama-qarshi yo'nalishdan kelib urilishgan yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va bu yo'l transport hodisasi og'ir turdagi yo'l transport hodisasi sirasiga kiradi. Va buni xabarda eshitganimdan keyin kecha ishda bo'lishimga qaramasdan men keldim, uchib keldim uchetga. Ba'zi bir yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga shu holatda minnatdorchiligimni bildiraman men. Sababi shu tezroq yetib kelishimga sababchi bo'lishdi o'shalar. Hozir topdiman tibbiyot birlashmasidaman men. Odamning ahvollari stabillik holatda, lekin menga qiziq bo'lgan tomoni yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlaridan. Ularning vazifasi nima? Men oldin ham so'raganman bu narsani. Faqatgina jarimaga tortishmi yoki odamlar uchun xizmat qilishmi? Qani haydovchi birontasi kelib xabar ham olmayapti. Yo'q, bittasi qochib ketgan. Nima uchun hali xabari berilmayapti? Nima uchun xabari berib bir xatib mana shu narsani topdik biz deyilmayapti. O'zingizlarga kerak bo'lsa topasizlar. Namangan viloyat yo'l harakati xavfsizligi xizmati. Nimaga rasmiy axborot berilmayapti? 4 kishi jarohatlangan bu yerda. Mana sizlarga savol. Bir kishi qoidabuzarlik qilsa olib chiqasizlar, mana bunday qilib mashinani ko'rsatib. Nimaga rasmiy bayonot berilmayapti bu holat bo'yicha? Sadoqatda bo'lgan kecha yo'l transport hodisasi. Bir sutka kutdim men. Hech narsa yo'q. Press-sekretar, matbuot xizmati, yo'l harakati xavfsizligi xizmati, Nazira. Nimaga axborot bermayapsizlar bu bo'yicha? Jinoyat ishi ochilganligi bo'yicha birorta tergovchi yoki surishtiruvchi kelgani yo'q politsiyaga. Kuni bilan kutdim men. Qonun kimligi ishlayapti hozir? Kim bu? Qaysi valovatni bolasi u? Oldan kelib urgan. Qarama-qarshi yo'nalishga chiqqan. Hozir registratsiya u bo'yicha ham alohida axborot beramiz. Respublika yo'l harakati xavfsizligi xizmati matbuot kotibi Zoir aka Yo'ldoshev bu holat bo'yicha basda rasmiy izoh so'rayman men sizdan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ba'zi bir xodimlaringlar yordam berdi, soprovождение qildi, tezroq yetib kelishimga sababchi bo'ldi shu больницаga meni. Lekin haligacha bir rasmiy izoh yo boshqa narsa berilgani yo'q. Bironta surishtiruvchi kelgani yo'q bu yerga. Bir narsadan xursand bo'ldim. Mana shu больница xodimlaridan. Yaxshi kutib oldi, boshqa qilyapti. Endi mayli, ba'zi bir kamchiliklar bor больницада. U ko'z yumarli darajada. Shu narsalarni inobatga olasizlar degan umiddamiz. Hozir qo'limga to'liq dalil faktli yetib kelgandan keyin men to'liq taqdim qilaman bu narsalarni. Uxlaganim yo'q kechadan beri men. Rasmiy bayonot berishlarni talab qilaman shaxsan men fuqaro sifatida. Zoir aka